بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد sanolar va Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga behisob salovat salomlar bo'lsin. Amin va robbul alamin. Muhtaram azizlar, yana bir bor diyor ko'rishganimizga Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloning fayzi barakoti yog'iladigan mübarek cuma kunida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo ushbu juma ibodatini barchamizdan Alloh qabul etsin. Alloh subhanahu va taolo har bir bosib kelgan qadamlarimizga ajr hasanotlar, ikkinchi qadamlarimizga esa gunohlarimizni mag'firat bo'lguvchi harakat qilib qabul qilsin. Amin va robbul alamin. Azizlar, barchamizga ma'lumki, mana inshaalloh taolo kuz oyi bo'ldimi, to'ylarning mavsumi boshlanadi. İnşallah taolo bugungi jumada ilmimiz yetganicha shu to'y ma'raka odoblari borasida inshaalloh taolo to'xtalamiz. Xalqimizda o'sha ming yillardan buyon davom etayotgan qadimiy an'analar bor. Shulardan biri to'y ma'raka va ehson marosimlari. Hozirgi kunda o'sha nikoh to'yi bilan va shu bilan birgalikda aqiqa marosimlari va o'tganlarni yo'qlab ehson qilish kabi marosimlarga to'xtalamiz. Bularning ichida eng o'sha xarajati ko'proq bo'lgan birinchi to'y marosimiga to'xtalib o'tamiz. To'yni tom ma'noda to'y degani bu jamiyatga bir yangilikni e'lon qilishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: birinchi kun bir kun to'y qilib berish sunnatdir dedilar. Bir kun to'y qilishlik sunnat deganlar. Ikkinchi kun to'y qilish sumat deganlar. Ya'ni odamlar eshitsin. Uchinchi kun esa bid'at bo'ladi. Bir marotaba to'y qilingan, tamom, shariatda shunday. Sovchi boradi, ishni bitiradi, kelin-kuyov ko'rishadi, bir marotaba to'y qilib berilgan. Xohlang kuyovnikiga bo'lsa, xohlang kelinnikiga bo'lsa, bir kun to'y bo'lgan, tamom. Ehson marosimlari esa barchamizga ma'lum. Ko'pincha o'tganlarni, vafot topganlarni eslab, ularni haqlariga duo olib berish maqsadida o'tkaziladi. To'y ham, ehson ham ikkalasi ham, o'sha xatm ham, to'y ham ikkalasi ham ehson bo'ladi. Lekin mana shu ikkita tadbirlar risoladagidek o'tkaziladigan bo'lsa, shariatga muvofiq o'tkaziladigan bo'lsa, ikkalasiga ham savob bor. To'yga ham, ma'raka xudoga ham savob bor. Lekin mana shu marosimlar kibr, manmanlik, isrof aralashsa, to'ylarga mast qiluvchi ichimliklar aralashtiradigan bo'lsa, bu ehson savob o'rniga gunohga aylanib ketadi. O'sha xudoyi bo'lsa ham, manmanlik uchun qilinadigan bo'lsa, u xudoyi savob bo'lmaydi egasi. Bir shu qishloq odamlarni hayron qoldiradigan maqsadga hadisa qilib beradigan bo'lsa, savob yo'q, chunki niyat xolis emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda aytganlarki, innamal a'malu binniyat. Albatta amallar niyatga qarab e'tiborga olinadi deganlar. Hajga borsangiz riyokorlik uchun, umraga borsangiz riyokorlik uchun, ehson qilsak riyokorlik uchun, manmanlik o'zini ko'rsatish uchun, bunda savob bo'lmaydi. Fi sabililloh qilinadigan bo'lsa, Xudo yo'liga deb qilinadigan bo'lsa, bitta nom bersa ham hech kim bilmasin deb shu o'rniga beriladigan bo'lsa, savob ulardan ziyoda bo'lishi mumkin. Biz bu so'zimiz bilan hajga va umraga boruvchilarni tanqid qilmoqchi emasmiz. Biz aytmoqchi bo'lganimizki, o'sha amallar haj bo'ladimi, umra bo'ladimi, ehson bo'ladimi, xolis Alloh uchun qilishlik kerak. Xolis Alloh uchun qilyaptimi, demak Alloh buyurganini qilish kerak. Alloh
bizlarni nimaga beradi? Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki, innalloha ya'muru bil adli val ihson. Albatta Alloh subhanahu va taolo adolatga va ezgu ishlarga buyuradi deydi. 50 kishi yoki 60 kishi chaqirilgan dasturxonda qiladi 80 kilo, 8 kilo yoki 7 kilo go'sht damlasi yetadigan joyga 15 kilo damlaymiz. Qolganini chiqarib mollarni qozoniga ketadi. Isrof bo'ladi. Bu ma'rakamizda hech qanaqa o'zimizga savob hosil bo'lmaydi. O'rniga qilinadigan bo'lsa, o'sha 60 kishiga yarasha bo'ladigan bo'lsa, taom qolganini ham o'sha o'rinlariga kelib bo'lsa, qo'yni qo'shni bor, kasalmandlar bor, o'shalarga ulashib, haqqiga duo olib bering degan maqsadda qilinib, isrof bo'lmaydigan bo'lsa, ana unda savob bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni biz hozir shunaqa isrof borasida ketgan vaqtda hamma aytadiki, Yevropaga o'nay ekan, Yaponiyaga o'nay ekan deb aytiladi. Lekin biz o'rnak olishimiz kimdan o'rnak olishimiz kerak? Yevropani o'rnagi bizga kerak emas, Yaponlarning o'rnagi kerak emas bizga. Biz o'zimizni payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan o'rnak olish kerak. Musulmonlarni o'zlarini o'rnak oladigan shaxslari, ajnabiy tilda aytadigan bo'lsa, kumirlari bu musulmonlarni o'zlarini rahnamolari bo'ladi. Yevropaga mumkin to'yini dabdabali qilmas, lekin bitta kuchga qiladigan sarf xarajatini bizani bunaqa uncha oilalar uyiga qilmaydi uncha. Bitta uy qursa bo'ladi. Kuchlilar uchun shifoxonalar qurgan ular Yevropada. O'shalarni o'rnab olishimiz kerakmi? Nima qilamiz qayerda ular? To'yimiz shunday bo'laversinmi? Ta'ziyamiz shunday bo'laversinmi? Yo'q, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni avvalo Allohning buyrug'iga, qolaversa Rasulullohning ko'rsatmalariga muvofiq yashashligimiz lozim. Makka mushriklari, Madina munofiqlari va Madinadagi ahli kitoblar musulmonlarni ma'lumot qilarkanki, bularni payg'ambari yeyish-ichishni, hattoki hojatga borib qanday bo'shanishni ham o'rgatadi deb ma'lumot qilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari aytganki, albatta bizga Rasululloh taomlanganda o'ng qo'l bilan taomlanmoqlikni buyuradi. Qazoyi hojatga borganda chap qo'l bilan tosh va kesak bilan artilishni buyuradi va qiblaga oldinni ham orqani ham qilmasdan qazoyi hojat chiqarishni buyuradi. Mana shu narsalarni ham Rasululloh bizga o'rgatadi deb musulmonlar ularni lol qoldirgan. So'zimizga kelamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hayot tarzlari. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Haybar bilan Madina orasida 3 kun turdilar. Haybar g'azotidan keyin. Haybar yahudiylarga tegishli qo'rg'onlar bo'lgan. U yerdagi bo'lgan yahudiylar bilan, ahli kitoblar bilan Rasulullohning shartnomalari bo'lgan, lekin ular shartnomaga xilof qilib, Makka mushriklarining foydasiga musulmonlarga qarshi ularni to'plab kelgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga amr bo'lganki, endi ularni xiyonatlariga yarasha jazo berdi. Endi u katta voqea Haybar g'azoti. Shu Haybar g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha yerdagi qabilalardan biri Huvay ibn Ahtobning qizi Safiya onamizga uylangan. Alixon to'ra Sog'oyli rahimahulloh aytadilar. Safiya bir kun tush ko'rdi. Tushida yangi hilol kelib qo'yniga kirdi. Ko'rgan tushini onasiga aytdi. Onajon, men tush ko'rdim, tushimga yangi hilol kelib meni qo'ynimga kirdi deganda, onasi bir tarsaki urdi. Ha, ko'ngling yangi payg'ambarni tushyaptimi? dedi. Deydilar Alixon to'ra Sog'oyli. Ya'ni tushlariga o'sha yangi chiqqan payg'ambarni
nikohiga o'tishlari o'shaga ishorat qilingan. Safiya binti Huvay onamizga uylanganlaridan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylangan voqealarni Anas roziyallohu anhu aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Xaybar bilan Madina orasida 3 kun turdilar va Safiya binti Huyayga uylandilar. Men musulmonlarni valimaga da'vat qilib berdim. Valima degani bu ikkita kishining nikohini bildirishi uchun beriladigan ziyofat. Valimaga da'vat qilib keldim. Undan non ham yo'q edi. Go'sht ham yo'q edi. U zot Bilolga charm dasturxonlarni yozishga amr qildilar. Arablarning odati shunday bo'lgan. Terini, yungini olib, terini oshlab, shunday yozib, shunga taomlanaverdi. Charm dasturxonlarni yozishga amr qildilar. Ularning ustiga xurmo, qurt va sariyog' tashlandi. U zotning valimalari shundan iborat edi. Ya'ni biz bu yerda o'shanaqa taom o'shana yeyishni ta'rif qilayotganimiz yo'q. Ya'ni imkonni boridan qilgan. Ana shu bizni aslida. To'y imkoniyatdan kelib chiqib kredit olib to'y qilib qarzga o'tyapti. 10 kilo go'shtdan pulidan yig'ib to'y qildilar. Akani o'g'liga qizi uylandi. Allohning taqdiri. Buni o'g'illari, qizlar voyaga yetgan vaqtga aka o'lib ketdi. Jiyanlarga aytsalar, jiyanlar otam voyaga yetdi, nima deydi? Insof qiladigan bo'lsa beradi. Lekin aslida to'yga qilingan qo'shan o qarz hisoblanmaydi. Biz noto'g'ri tushunamiz uni. Qo'shan hadiya o qarz emas u. Mezonlarimizni noto'g'ri ekanligi. Ya'ni bori qanay? Bitta 10 kilolik yoki 15 kilolik qo'chqorni berishga yetadimi? Tamom o'shani berib qo'yaversin. Biz nima deymiz? Odamlar nima deydi? Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin deydi. Albatta isrofgarlar shaytonning birodarlari deydi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xurmo, qurt, sariyog' tushlardi va xursand bo'lib to'yni o'tkazdilar. Ya'ni to'yga kelgan odamlar ham, to'yni egasi ham hech qanaqa xijolat emas. To'yga kelgan odam 10 kilo go'sht kisasi pulni pisada tiqdi, to'yga beradimi yo'qmi, bera turibdi. To'yonani oldi, endi men buni to'yga buni qanaqa qaytaraman deb u ham xijolat. Agarda shunday bo'lsa-ki yaxshi, lekin mast qilguvchi ichimliklar qo'shiladigan bo'lsa, u to'yga hech qanaqa xayr baraka bo'lmaydi. 28 mingta oila ajralyapti O'zbekistonda har yil. 28 mingta. 3 mingtadan bo'ladigan bo'lsa, bitta mahallaga. 10 ta mahallaning oilasi hammasi ajralgan degan. Bitta mahallaga 3 mingta odam bo'ladi. 3 ming nafar. U go'dagidan o'sha 80-90 yoshli bobosigacha 3 mingta, 3,5 mingta odam bo'ladi. Bir yilga 28 mingta oila ajralgan. 24-yil, 2024-yilga 28 mingta oila bittadan bola bo'ladigan bo'lsa, 28 mingta bola yetim, tirik yetim bo'ladi. Bularni nazdiga, negiziga borsangiz o'sha avvalambor o'sha to'ydagi isrofgar dabdabali qolaversa bizni ma'siyatimiz. Chunki Alloh subhanahu va taoloni Rasululloh aytadilar, Allohning uylaridan birida bir qavm jam bo'lsalar, Allohning kitobini tilovat qilsalar, ularni rahmat chulg'ab oladi. Farishtalar ularni chulg'ab oladi. Sakina tushadi, duolarga ijobat qiladi. To'yni yarmi mas'alas, yana chiqib olib, Xudo ularga baxt bersin, farzand bersin deb duo qiladi. Nima bo'ladi bu? Böyle farishta yo'q edi. Hamma shaytonlar ovoz o'qinayotgan yo'sin. U hech qayerga bormaydi. Ana shu yerdan shoq o'tmaydi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni to'ylarini aytdik. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ashara-i mubashshara, jannat bashorati berilgan ashoblaridan biri Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhuning to'ylarini aytib o'tamiz. Bu kishi musulmonlarning ichidagi eng boy ummatdan, bu kishalik boy to qiyomatga qadar kelmaydi tarixida. Qoldirgan meroslarini yombi holatida, ya'ni quyma oltin holatidagini maydalagan vaqtda o'sha kival deymiz-ku, o'shani bolg'ashini qo'li qavarib ketgan. Shu darajada katta meros egasi bo'lgan. Endi to'ylarini qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdurrahmon ibn Avf huzurlariga, Abdurrahmon ibn Avf Rasulullohning huzurlariga keldi. U kishini sariq rang, u kishida sariq rang izi bor edi. Ya'ni o'sha vaqtdagi kelinlar ishlatadigan bo'yoq vositalarining biri. Yoki toza uylangan yigitni bilamiz, hammasi rangi o'zgarib qoladi. Aytamiz, qulog'idan oy ko'rmagan bo'libdi. Hazillarimiz bu hamma bilib berib kelyapti. Abdurrahmon ibn Avfning yuzidagi sariqlikni ko'rdilar, Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Kasalmisan, nima uchun bunday bo'ldi ranging deganda, o'sha yerda ey Allohning rasuli, men ansoriylardan bir ayolga uylandim dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga qancha mahr bering dedilar. Birinchi so'ragan narsalar mahr. Ko'p joyga aytamiz, mahr to'ydan ustun turadi. Mahrning hukmi to'ydan ustun. Chunki Alloh subhanahu va taolo oyatda va'tu nisaa saduqatuhunna nihlatan degan. Ayollaringizga mahrni chin yurakdan chiqarib bering degan. U beva bo'ladimi? Sayyiba bo'ladimi? Bokira bo'ladimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar u mahrni olish kerak. Ana undan keyin to'y haqida gaplashiladi. Abdurrahmon ibn Avf aytdilarki, ey Allohning rasuli, danak vaznidagi tillo berdim dedilar. Endi xurmo danagimi, Allohu a'lam nimaning danagi u? Danak vaznicha tillo berdim dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, avlim valau bishot dedilar. Bitta qo'y bilan bo'lsa ham valimat qilib ber, ya'ni to'y qilib ber. Ya'ni uylanganingni bildirgin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan. Ya'ni mana shu bitta qo'y, hozir ham bitta qo'y, o'sha 30 kiloni, nari borgani 40 kilo qo'yni go'shtini necha kishiga yetadi? O'sha prezident aytganlar kishiga yetadi, tamom. Bitta qo'y 1000 kishiga yetmaydi, hammamiz bilamiz. Bitta qo'yga yetarli, ikkala xudo tomonidan odam aytsa, bu tamom kifoya qiladi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar, sahobalar bajaryapti. Endi o'zlarini o'rnaklari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng erka qizlari, eng erka farzandlari Fatima, Fatimatu Zahro, o'sha bitta Fatima Zohrani, Fatima Zahro pokiza, go'zal, toyiba Fatima deb Rasululloh uni sifatlagan. Fatimatu Zahro onamizni nikoh to'ylari. To'y kechasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abu Talibga aytdilarki, ey Ali, kelinga bir to'yam qilish kerak dedi. Shunda Ali ibn Abu Talib juda kambag'al bo'lganlar. Mollari deyarli bo'lmagan. Endi otalari vafot qilgan, bir joydan ikkinchi joyga ko'chib kelganlar. Endi maskan hozirlarda endi ko'tariladigan vaqtlari. Ko'pchilik sal mavzudan chetlanamiz. Oramizda bo'ydoq yigitlar bor, men karyera qilishim kerak deb 30 ga o'tib ketgan, uylanmaydi. Bo'ydoqda rizqi bitta bo'ladi, birodarlar. Bitta bo'ladi. Uylangandan keyin ayolniki ham shunga qo'shib beriladi. O'zlari qilgan hisoblayman, otaxonlarda o'sha uylanmasdan oldin qanday topgansiz, uylangandan keyin qancha Alloh baraka beradi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu uylanyaptilar. Sa'd ibn Muoz radhiyallohu anhu aytdilarki, menda bir qo'chqor bor dedilar. Shu kelin kuyovni to'yini munosabati bilan suyaman dedilar. Ansoriylardan bir guruhi bir necha soat jo'xori olib keldilar.
bir necha soat, endi 1 soat 4 kilomi, ba'zida 16 kilo sovuni, masalan, Madinani sovsi bilan Iroqning sovsi farq qilgan. Bir necha soat jo'xori olib keldi. Ana o'sha narsalardan to'y ziyofati uyushtirildi va Hazrat Alini qarindoshlari yana ular to'yga o'zlarining hissalarini qo'shib ziyofat qilib berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu nikohda o'zlarining qizlari Fotima onamizga sep hozirladilar. Bu sepni bizlar o'sha 5 yoshar yoki 6 yoshar o'g'ilchamiz yuklab bersak, chopqillab ko'tarib ketadigan sepni berdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam deydilar Hazrat Ali roziyallohu anhu. Fotima roziyallohu anhu menga turmushga berayotganda quyidagicha jihozlar berdilar. Bir parcha mato qatifa, bir charm idish qirba va bir terga yostiq. Uni ichiga izg'ir degan o'simlikni tolasi tiqilgan edi. Tamom, boshqa hech qanaqa sep yo'q. Tafsilatlarda bitta idish ham bor deydilar. Yoki ba'zilar po'stak deydilar. Bu tomoniga, bu po'stakning ichiga Hazrat Ali roziyallohu anhu tuyalarga yem berar ekanlar. Keyin bir qoqalar ekanlar, 2 shkrom o'shani ustiga yotar ekanlar, bu tomon, junli tomon. Ya'ni so'zimizga keladigan bo'lsak, bu to'ylar hammasi samimiy bo'lgan. Bu tomon tamaq yemagan, bu tomon illat qilib bermagan. Shuni ham so'rabdi-da, o'zi qilsa o'ladimi deb do'ng'illab bermagan. Ya hamma qilyaptiki, bersin-da deb bular ham tamaq qilmaydi. Bizanikilar umuman teskarisi. To'ydan oldin xatm xudoyi qilamiz, salovat aytamiz, mavlud o'qitamiz. To'ydan keyin Rasululloh umuman buyurmagan ishlarni qilamiz. Samimiy duo, kichik ziyofat bilan o'tkazilishi kerak bo'lgan nikoh marosimlari asosiy hozirgi vaqtda isrofgarlik, dabdababozlikdan boshqa narsa emas. Respublika bo'yicha bunga motam marosimlari haqiqatan kirmaydi. Birgina nikoh to'yiga qilinadigan xarajatlar 1 yillik 2024-yillik xarajat 40 trillion so'm ekan. 40 trillion so'm. Shuni vallohu alam shu 10 millioni manfaatiga ketadigan bo'lsa, 30 millioni havoga ketgan. 40 trillion kichkina narsa emas u. Milliard emas u, 40 trillion so'm. 10 trillioni foydali joyga ketgandir. Davlat behudaga gaplar demayman. Misol o'zimiz mana bu joyga bordik. O'zimizga tegishli bo'lgan mehmonga bordik. Kirsam darvozaxonaga do'q spanlar. Bu nima? Kelinlar spanlar. O nima deyapti? O nima kerak? Bachalar katta bo'lgan sig'maydi bu. Unisini og'irxona yotdi deydi. Ana shu kami 7 million jon do'q span. Devorda sen xuddi shuni. Keyin ular aytamizki, nima uchun qimmatchilik bo'lib ketyapti? Nima uchun unay bo'lyapti, nima bo'lyapti? Oxir Alloh isrof qilganimizdan keyin bermaydi. Duoimizni qabul qilmaydi. Nima uchun? Chunki innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Albatta isrofgarlar shaytonning birodari deb Alloh subhanahu va taolo isrofgarni shaytonga birodar qilib qo'ygan. Oyatga aytgan. Hech kim uni inkor qila olmaydi. Besh to'yi, xatna to'yi kabi amallar bor. Bizlarni hozir xudoga shukur kamaygan, bitta ikkita kishi qilyapti. Xatnani e'lon qilishlik yaxshi, lekin uni to'y qilib beraman deb, sunnat to'yi deb, sunnat to'yiga mast qiluvchi ichimliklarni sochib bunaqa qilishlik umuman hech qanaqa mezonga to'g'ri kelmaydi. Beshik to'yi, sunnat to'yi deb qiz tomoniga aytadilar. Beshik to'yida kelinni otasi qilish kerak deydi.
Bu g'irt tovlamachilik o'zi bu. Nabira kimning otiga? Sizni nomingiz bilan atalyaptimi? Falonchi bo'ladi. Xudoning otiga emas bu. Sizni naslingiz davomchisi, qizmi, o'g'ilmi? Demak, uni u qilish kerak. Ko'nglidan chiqarib bitta ko'rpacha olib kelsan, yuragidan chiqarib olib kelsan. Bitta o'yinchoq olib kelsan. Yoki bitta qizga bitta ko'ylak olib kelsin. Tamom, boshqa narsa kerak emas unga. Hech kimning haqqi yo'q qiz tomonidan talab qilishga. To'g'ri, biz domlamiz aytamiz, domla aytaveradi. Biz lekin aytik, siz eshitdingiz, tamom. O'sha narsani olib bo'ldingiz. Erta qiyomatda u uchun javob bo'ladi. Xotinlar qo'ymayapti, xotinlar erta yoqamizni oladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ularni hukmini bizni qo'limizga topshirgan. Erkaklar ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa degan oyatda Alloh. Erkaklar oilada ayollarning ustida qoyim turguvchidirlar degan. Mana bu narsalar nima uchun isrof qilding bandam desa, xotinim aytsa, xotini dadasi siz aytganingiz nima desangiz o'sha davluga deydi. Tamom, hech narsa yo'qmaydi. Chunki u kunda tillariga muhr uriladi. Yosin surasidan ham o'qiymiz. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim va tukallimuna aydihim. U kunda biz ularning og'ziga muhr uramiz, qo'llari va oyoqlari bizga gapiradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yahillu mal imrin muslimin illa an tayyibi nafsihi." Musulmon kishining moli boshqaga halol emas, faqatgina o'zi rozi bo'lib, ko'ngildan chiqarib bersagina halol bo'ladi. Rozi bo'lib bersa mayli. Lekin odamlar qilyapti deb majbur qiladigan bo'lsa, u uchun ertaga hammasi har bir zarrasiga hisob berishimizga to'g'ri keladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda marhamat qiladi: "Astagfirullah va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Shuningdek, yeb ichingiz, lekin isrof qilmangiz, zero u Alloh isrof qiluvchilarni sevmagan. Alloh bizni isrofgar bo'lishdan o'zi saqlasin. Isrof qilmang desa, Xudo yaxshi ko'rmasa ko'rmasin deganida u. Isrofni yadar davom bo'lishi, Xudo meni yaxshi ko'rmasa ko'rmasin degani u ko'p aytadigan. Bir joyga begojima qilib berish borasida masala ketganda bir otaxon aytadilarki, Alisher Navoiy hazratlari vafot qilganda Husayn Bayqaro 3-kunga osh bergan ekan. Birodar, biz Husayn Bayqaro emasmiz. Husayn Bayqaroning saltanatlari qancha bo'lgan bilasizmi? Eronning 70%. Afg'oniston, Pokiston to'liq qismi. Husayn Bayqaro qolganini o'qidingizmi o'shani? Husayn Bayqaro 3-kuni yo'qsillarga osh bergan. Miskinlarga osh bergan va Dahmadagi jo'rubkashlarga 3 tangadan ehson qilgan. 5 tangadan vallohu alam, adadi esimda yo'q. Go'rkovga muncha pul berishga, go'rkovlar ko'tarilib ketgan. Vakillar ko'tarilib ketgan. Uncha bu yoqda rasvot qilasiz-ku, sochib yuborasiz-ku, nima uni aytmaysiz? Uni aytmaydi. Kerak isrofgarchilik ko'tarilgan uchun Poxsho'ga bo'lyapti, vakilga bo'lyapti, go'rkovga bo'lyapti. Qabristonga borib tozalasa, o'zi oylik oladi-ku deydi. Uni o'zining ishi bor u. Obodonlashtirishga uni oblasi yarmi aylanadi ular. Alloh subhanahu va taoloning aytganlarimizga eshitganlarimizdan amal qiluvchi qilsin. Harun ar-Rashid hazratlarini bir nasroniy tabiblari bor ekan. Bir kuni u kishi ulamolardan Ali ibn Husayn al-Voqid bilan munozara qildi. Sizlarning kitoblaringizda tabobat xususida hech narsa yo'q dedi. U nasroniy
musulmon tabi bilan tortishyapti. O'sha aytdilarki, vaholanki ilm ikki xil bo'ladi dedilar. Birinchisi badan ilmi, ya'ni tib ilmi, ikkinchisi din ilmi bo'ladi. Asosiy din shuki asosiy ilm deganda o'sha aytdilarki, san aytgan gaplarni Alloh subhanahu va taolo tabobatni yarimta oyatga joylagan dedilar-ku. Kulu vashrabu va la tusrifu. Yenglar ichinglar isrof qilmanglar. Payg'ambaringiz tib haqida hech narsa demagan. Shunda o'sha aytdilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oshqozon dard manbai, parhez barcha davoni boshidir deb marhamat qilganlar. Va badanni unga mos narsa bilan parvarish qil degan hadislarni o'qib berdilar. Shunda haligi nasroniy tabib aytdiki, kitobingiz bilan payg'ambaringiz Jolinus hakimga tabobatdan hech narsa qoldirmadi. Alloh subhanahu va taoloning o'zi barchamizdan roha-rostdan adashtirmasin. Isrofning ko'rinishlari nimadan bo'ladi deganda, ulamolar aytadilarki, eng yomon ko'rinishi mol-mulkni harom ishlarga sarflash. Ulamolar harom yo'lga sarflangan har qanday mol-mulk isrofga kiradi, garchi arzimagan miqdor bo'lsa ham. Chunki bu noo'rin joyga sarflashdir degan. Isrofning ikkinchi o'rni zarur hojatlar qolib, zeb-ziynat va dabdabaga sarflash. Farzandini oziq-ovqati, kiyim-kechagi, darsliklarga hojati bo'lib turib, ko'ngil ochar narsalarga pul sarflash. Yangi mashina xuddi avaz o'qini aytganga latifa nomi. O'g'li Xitoyda patinkasi yuribdi, lekin yangi mashinani balonni almashtiradi. Shunaqa faqat zohirga o'ch bo'lib qolganda biza. Uyga bitta hammom yo'q. Faqat shu devorga tutgan. Undan ko'ra bir chiroyli hammom qilib qo'y. Devorga qilingani yarmi ketmaydi bitta hammom. Qilmaymiz, shu hovlimizda odamlar ko'rsin. Biz hayot dunyoga odamlar uchun yashaymiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, muhtaram azizlar, dinimizda isrofgarlikdan qaytarilgan va ustiga ustak davlat tomonidan to'y, ma'raka va marosimlarni ixcham shaklda o'tkazgan deb qarorlar qabul qilingan. Ming afsuski, xalqimizda o'sha ziyoli xatnami ko'pincha o'rnak oladigan odamlar, o'sha san'atkorlar bo'ladimi, xalq artistlari bo'ladimi, buni boshiga turib to'ylarini olib internetga joylab, mana biz ham bunaqa to'y qilamiz. Keyin bu zevodagilar biz ham shunday qilishimiz kerak. Lekin boricha qilish kerak. Boricha imkoniyatdan kelib chiqib. Boy birodarlarimiz esa isrofdan o'zlarini tiyishlari kerak, chunki isrof bandaga hech yaxshilik keltirmaydi. Birovga o'rnak bo'laman deb, birovga yetishaman deb, qarzga olib, qarzga botib, undan keyin toza kuyov, toza kelinni tashlab, yillab qarz to'layman deb ketib, qancha oylar buzilib ketganini ko'rib turibmiz. Kundan kun eshitamiz. Falonchi bunday bo'ldi, falonchi bunday bo'ldi. Falonchi bunday bo'ldi, falonchi bunday bo'ldi. Biz bu musibatimiz, mana bu 28 mingta oila ajraldi degani bizlarning o'sha musibatimiz bu. Na Xudoni aytganini qilamiz, na hukumat aytganini qilamiz. Na issiqqa ko'namiz, na sovuqqa ko'namiz. Domlalarni aytmasak bo'lmaydi. Aytmasak bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Bizani odamimiz ko'p deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni avlodlari Makkani hammasi avlodlari edi. Minglagan sahobiylar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Madinadan ko'chib kelgan. Ularni teng yarmidan ko'pi Rasulullohning avlodlari edi. Bitta qo'y urug'am bo'lmas ularga. Xurmo, qurt, shu nima nostonlardan qurt salyondan kelgan.
Bu ularning fe'llari bizlarni xuddi bir u hasharga borganga, paxtaga borganga hamma o'rtaga tashlaydi-ku. Xuddi o'sha bo'lgan tamom. Nima uchun bo'lgan? U hech kimga xaraji yo'q uning. Hech kimga mashaqqati yo'q. Borni shunday olib tashladi yondan. Xaltasiga nima olib kelgan? Sumkasiga bittasi ikki bosh uzum olib kelgan. Bu kishi yarim kilo oqqan olib borgan. Bu kishi bir ikkita non olib borgan. Bu kishi shuni tashlagan. O'tib yegani xuddi shunday bo'lgan. Hech kimga mashaqqati tegmagan. Hamma yurakdan chiqarib tashlagan, hammalar yegan, hammaga yetgan va duo qilib ketganlar. Duolari ham inshaalloh taolo ijobat bergan. Alloh subhanahu va taolo barchamizni o'zini roh rostdan adashtirmasin. Isrofgarlikdan Alloh subhanahu va taolomizni barcha mana shu to'y qilish arafasida bo'lgan kelin-kuyovlarga o'zi baxt va saodat bersin. Alloh subhanahu va taolo mana shu to'y bo'layotganlarni ro'zg'orlariga kenglik bersin. Kelin bilan kuyovlarga Alloh subhanahu va taolo mehr oqibatlik turmushni Alloh nasib qilsin. Bir-birlarini haqlariga rioya qilib, bir-birlarini mas'uliyatlarini, hadlarini bilguvchilardan qilsin. Biz siz ota-onalarni esa shu kelinni ham tushunadigan, kuyovlarga ham bir kengchilik beradigan, o'zimizni kimligimizni unutmaydigan bo'laylik. Qaynonalar buni bir 20 yil burun qo'ldan bala ham ish kelmagan, hozir kelindan 100% o'zbek milliy taomlarini hammasini qilib bilishni talab qiladi. Hammasini bilish kerak emish-da bu. O'zi bilmaydi baloni. O'zing bir kelin bo'lib tushgan vaqtingni esa deb biz aytishimiz kerak-da uni. Mana aytishim kerak, o'sha aytish kerak, o'sha aytish kerak. Oilani rahbarlari aytish kerak. Ayollar biladi emas, ayollar biladigan Alloh bilguvchi. Allohning aytganini qiladigan bo'lsak, inshaalloh taolo hammasi yaxshi bo'ladi. Nimani Alloh rahmat qilsin. Hozir qorni bitta baytlari bor edi. Alloh dedim, qand dedim dedi. Banda dedim, pand dedim dedi. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ustozlarimizdan rozi bo'lsin. Barchamizni